Vallohi, har birimiz yurib turgan xatomiz. Biz yurib turgan nuqsonmiz. Boshqalarga qaraganimda aslida o'zimni ko'raman va o'zimga shunday deyman. Abdurahmon, alhamdulillah de. Alloh sening xatolaringni berkitmoqda. Alloh seni aslida qanday ekanligingni yashirmoqda. Alhamdulillah de. Lekin birodar va opa-singillar, esda tutinglar. Aytgan har bir so'zingiz yozib qo'yiladi va qiyomat kunida sizga keltiriladi. Odamlarga aytgan har bir gapingiz sizga ko'rsatiladi. Sahih Muslimda zikr qilingandek muflis bo'lmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muflis kimligini bilasizlarmi dedilar. Bizningcha muflis dirhami ham, matoh ham yo'q odam deyishdi. U zot ummatimdagi muflis qiyomat kuni namoz, roza, zakot bilan kelgan, ammo buni so'kkan, uni zinoda ayblagan, buning molini yegan, uning qonini to'kkan, bunisini urgan odamdir. Uning yaxshiliklaridan unisiga ham, bunisiga ham olib beriladi. Zimmasidagilar bitmay turib, yaxshiliklari tugab qolsa, ularning gunohlarini olib buning, ya'ni muflisning ustiga tashlanadi. Keyin o'zi do'zaxga tashlab yuboriladi dedilar. Birodarlar, bu odam namoz, roza, zakot, haj amallarini bajarardi, ammo odamlarga yetkazgan ozorlari tufayli jahannamga tashlab yuborildi. Birodar va opa-singillar, musulmon birodarlaringizni g'iybat qilmang. Odamlarning xato va kamchiliklarini izlamang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: musulmonlarga ozor bermang, ularni sharmanda qilmang va ularning ayblarini qidirmang. Kim musulmon birodarning aybini izlasa, Alloh uning aybini izlaydi. Kimning aybini Alloh izlasa, uni hatto uyining ichida bo'lsa ham fosh qiladi. Yodda tuting, agar inson boshqalarning aybini ochishda davom etsa, Alloh subhanahu va taolo uning yashirin gunohlarini ham oshkor qilib qo'yadi. Gapirganingizda muloyim bo'ling, o'zingizni o'ylang. Siz ortidan gapirib zarar yetkazmoqchi bo'lgan inson, ishoning, oqibatda o'zingiz bo'lasiz xolos. Birodar va opa-singillar, agar ijtimoiy tarmoqlar sizni janjalga, g'iybatga, odamlarning aybini fosh qilishga va boshqalarga ozor berishga olib kirsa, uni tark etish yoki foydalanishni cheklash diningiz uchun xavfsizroq bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zi joizdir, lekin undan qanday maqsadda foydalanish uni savob vositasiga yoki gunoh vositasiga aylantiradi. Shuning uchun bahs va keraksiz tortishuvlardan saqlaning. Bu masalalar internetda bahslashish va uning oqibatlari haqida salaflardan ba'zi nasihatlarni keltirmoqchiman. Abbod ibn Abbod al-Havvosdan qalbimga ta'sir qilgan nasihat bor. Amal qilmasdan faqat til bilan sunnatni ushlayapman deb da'vo qilish bilan kifoyalanma. Sunnatga og'zaki nisbat berib, amalda unga ergashmaslik bu so'zda yolg'on gapirib, amalda tark etishdir. U shuningdek odamlarni tezda bid'atchi deb atab, o'zini ko'rsatishga urinishdan ogohlantirgan. Bir inson boshqasini zalolata deb isbotlashi uni solih amallarda ziyoda qilmaydi. Ilk ulamolar ogohlantirganlarki, biror kishini bid'atchi deb hukm qilish faqat aniq ilm, qat'iy dalil va to'g'ri shartlar asosida bo'lishi mumkin. Bu masala jiddiydir va yangi talabalar yoki oddiy omma aralashadigan ish emas. Imom Ahmad zamonida Qur'on maxluq degan aqida tarqalgan edi. Bu ochiq bid'at edi. Shunga qaramay u kishi har bir odamni darhol bid'atchi deb hukm qilmagan. Avval hujjatni tushuntirgan, uzr bor yo'qligini tekshirgan, shartlar to'liq bo'lmaguncha bid'atchi yoki takfir qilmagan. Afsuski, zamonamizda o'zini ma'lum bir manhaj yoki oqimga nisbat qilgan ayrim shaxslar bid'at masalasida shoshqaloqlik qilmoqda. Odamlarga yorliq yopishtirish bilan mashg'ul bo'lish adovatni kuchaytiradi va kamdan kam foyda keltiradi. Albatta, dinni himoya qilish uchun ilm ahlining asosli raddiyalari bundan mustasno, lekin bu har kimning ishi emas. Siz o'zingizni ilm talab qilish va isloh qilish bilan band qiling. Solih salaflardan ba'zilardan rivoyat qilinadi. Bir kishi ulardan birini haqorat qilganda u shunday deb javob bergan: agar aytganing rost bo'lsa, Alloh meni mag'firat qilsin. Agar aytganing yolg'on bo'lsa, Alloh seni mag'firat qilsin. Sen Allohga osiylik qilganing uchun men senga nisbatan Allohga osiylik qilmayman. Mo'min qanday yurishini ko'ring, qanday gapirishingiz va javob berishingiz Allohdan qo'rqishingizni aks ettiradi.
Internetda kimdir siz haqingizda yomon gap aytdi. Bu avtomatik tarzda u zalolatda deganimi? U sizni haqorat qilgani uchun sizga ham uni haqorat qilish joiz bo'ladimi? Yo'q. Bu Allohga tegishli haqdir va adolat saqlanishi lozim. Ey birodarlarim va opa-singillarim, shuni yodda tuting. Ba'zi masalalarda muloyim, boshqalarda esa qo'pol va haddan oshuvchi bo'lgan inson ziddiyatga tushadi. Til barcha masalalarda nazorat qilinishi kerak. Agar biror inson haqida bir gap yetib kelsa so'rang, u haqiqatdan ham shuni nazarda tutdimi? Solih salaflar aytishar edi: bir birodarim haqida bir gap yetib kelsa, unga uzr izlayman. Agar u men buni aytmadim desa, uni qoralashga shoshilishdan ko'ra uning so'zini qabul qilishni afzal ko'rishgan. Bugun biz yo'qotgan narsalar mana shulardir. So'zimni yakunida shuni aytmoqchimanki, agar kimnidir doim odamlarning xatolarini kuzatayotganini ko'rsangiz, har hafta biror kishiga javob berayotganini, eski videolarni titkilab xato izlayotganini bilingki, bunday inson adashgan bo'lishi mumkin. Mo'min boshqalarning aybini ovlashdan ko'ra o'zini tuzatish bilan ko'proq mashg'ul bo'ladi. Ba'zan tanilish va yetakchilik istagi qalbga hasad olib kiradi. Shunda inson boshqalarning xatolarini qidira boshlaydi va ularning maqtalishini yoqtirmay qoladi. Holbuki bu din ko'p insonlarning xizmatiga muhtoj. Unda tiqilinch yo'q. Alloh yo'liga ilm va solih amal bilan da'vat qilayotgan har bir inson bizni xursand qilishi kerak, xafa qilishi kerak emas. Solih salaflar aytishar edi, agar biror kishining sunnatga da'vat qilayotganini, ilm tarqatayotganini va o'zini munosib tutayotganini eshitsang, unga salom yo'lla va Alloh seni yaxshilikda ziyoda qilsin va bizning xatolarimizni mag'firat qilsin degan.